Bugun yapon Nevets usuli bo'yicha homiladorlikda tashqi kishilik ko'rigini davom ettiramiz. Bunda birinchi qadam bo'yicha holatini so'rab, unga ko'rayotgan ishimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin qo'llarimizni yuvib, qo'limiz tana haroratiga keltirib olamiz. Bunda dastlab 4 ta qadam bor, ya'ni 4 ta qalbasi usuli. Birinchisi bu bachadan tubining balandligini aniqlab olish. Bunda qo'llarimizning lateral tarafidan yuqori sohasidan qalbasi qilamiz. Mana shu tartibda bo'ladi. Bunda taxminan balandligi 100 dan ba'zilarda pastroqda bo'ladi. İkincisi chaqaloq umurtqa pog'onasiga qarab pozitsiyasini aniqlash bo'ladi. Ya'ni umurtqasi qaysi tarafda joylashganligi. Mana shunday yoki bunday tartibda bo'lishi mumkin. Buni aniqlashda qo'lning tarafi bilan ikki tarafidan palpatsiya qilinadi. Umurtqa tarafidagi soha qattiqroq bo'ladi. Umurtqa ya'ni teskari soha, bunda g'adir-budirliklar va bo'shliqlar seziladi. Bunda odamda boshqa organlar ham bor, shuning uchun aniqlash ozgina muammo bo'ladi. Uchinchi palpatsiya usulimiz bu chaqaloqning holati, ya'ni qorinda qanday joylashganligi, boshi bilan yoki boshi yuqorida bo'lishi mumkin yoki ko'ndalang bo'lishligini aniqlaymiz. Buni aniqlashda qo'l palpatsiyasi mana shu tartibda tekshiriladi. Agar boshi pastda bo'lsa, kichikroq va qattiqroq bo'ladi. Agar dumba tarafi bilan bo'lsa, bu kengroq va yumshoqroq bo'ladi. Buni holatini ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda chaqaloqimiz boshi pastda, ya'ni boshi yuqorida kichikroq va ko'rinib turibdi. Bu orqasi kengroq va yumshoq bo'ladi. To'rtinchi palpatsiya usulimiz bu chanoqqa nisbatan joylashganlik, ya'ni chanoqqa kirganmi yo'qmi shuni tekshirish. Bunda chanoq bo'ylab qo'limizni lateral tarafi bilan olib kelganimizda, agar bu yerda qo'limiz bir-biriga tegsa, bu yerda bo'shliq bo'ladi. Ya'ni hali kirmagan chanoq bo'shlig'iga. Agar birlashmasa, demak chanoqqa o'tgan. Keyin bu vaznini aniqlash bor. Ya'ni